Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlar programmasini ko'rishingizni qarshi olamiz. Xabarlarimizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndə diqqətinizə xabarlarımızın təfsili məzmunları bolsun. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, yakshanba kuni Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq amaldorlarining Xitoy bilan Birleşken Devletler Teşkilatı amaldorlarining Sharq Turkistonga kirishiga ruxsat qilish to'g'risida astoydil va jiddiy suhbat berayotganligini bayon qilgan. Bu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik sukut qilish bilan ayblanib kelgan Birleşken Devletler Teşkilatı baş katibining tunji qitim Uyg'ur vaziyati haqida bundaq bir muhim ifodada bo'lishi bo'lgan. Antonio Guterresning aytishicha, Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Mitchell hozir kishilik huquq oliy komissariyat ishxonasi bilan Xitoy doiralari o'rtasida suhbat elib berilayotganligini, o'zining tizdan kelishim hosil qilib, vakillar o'mikining kishilik huquq oliy komissarining ziyorat qilmoqchi bo'lgan rayonlarga to'salg'usiz, cheklimisiz ziyorat qilishining nihoyat muhimligini bildirgan. Yaqinqi yillardan buyon Sharq Turkistonda xohlagancha tutqun qilish, xo'rlash, jinsiy zo'ravonlik va majburiy emgak to'g'risidagi dokladlar izchil ko'paygan. Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Mitchell Bachelet fevral oyida Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ziyarati to'g'risidagi suhbatning boshlanganligini, ammo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Xitoy bilan texi hech qanday birlikka kelmaganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 29 martdagi axborot yig'inida Bacheletning Xinjiangni ziyorat qilishini qarshi oladiganligi, ammo ziyoratning o'zaro aloqa va hamkorlikni maqsad qilishi, atalmish jinoyat izlash shaklida bo'lmasligini ta'kidlagan. Chet eldagi Xitoy o'qitish taratqullarining aytishicha, navbatda Xitoy hukumati o'zining Sharq Turkistonda sodir qilgan jinoyatlarni qanday yashirishning qo'yiga tushgan. Bu vaqtdagi xabarlarda Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining doimiy a'zosi Wang Yang va Xitoy jamoat xavfsizlik ministri Zhao Kejining o'tgan hafta Sharq Turkistonga qilgan ziyaratining buning bilan munosabatga ekanligi ilgari surilgan. Pakistan bosh ministerining Xitoy ishlab chiqargan Xitoy virusi vaksinasini emlagandan keyin Xitoy virusi bilan yuqumlanganligiga diagnoz qo'yilgan. 29 mart kuni Pakistan prezidenti Arif Namoq Xitoy ishlab chiqargan Xitoy virusi vaksinasini emlagandan keyin Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi jazmlashtirilgan. Pakistan prezidenti Arif Alvi 29 mart Twitterda o'zining 15 mart kuni Xitoy davlatlik dorigarlik guruhi ishlab chiqargan ikki bosqichli Xitoy virusi vaksinasining birinchisini emlaganligini, shuning bilan Xitoy virusiga giribtor bo'lganligini, bir haftadan keyin Xitoy virusi vaksinasining ikkinchisini emlaguncha badanda antitela hosil qilmaydiganligini, shunga kishilarni Xitoy virusi vaksinasini emlashda ehtiyot qilish kerakligini bildirgan. 18 mart kuni Pakistan bosh ministri Imron Xon Xitoy davlatlik dorigarlik guruhi ishlab chiqargan vaksinasining birinchisini emlagandan keyin 20 mart kuni Xitoy virusi bilan yuqumlanganlik jazmlashtirilgan va uyda karantinga ilingan. Navbatda Pokistonning poytaxti Islomobodda, sharqiy va shimoliy rayonlarda Xitoy virusi bilan yuqumlanganlarning soni shiddat bilan ko'payib, Pakistan davlatining Xitoy virusi bilan yuqumlanish nisbati 11% o'rlab, yuqumdan keyingi eng yuqori saviyaga yetgan. Chili davlati xalqiga Xitoy ishlab chiqargan Xitoy Koshin vaksinasini emlagandan keyin jazmlashtirilgan bemorlarning soni 30% ga yaqin oshgan. Hatto o'lishni keltirib chiqargan. Doktor Sebastian Al Jazeera agentligiga Chili davlatidagi 70 yoshdan oshgan Xitoy virusi bilan yuqumlangan bemorlarning asosan digidek o'lib ketganligini, ularning ko'pinchisining Xitoy Koshin vaksinasini emlaganligini bildirgan. Xitoy Kommunistik partiyasi azaldan vaksina diplomatiyasini ilgari surib, Xitoy vaksinasini emlagan chet elliklarga viza qulaylik yaratib berish siyosatini yo'l qo'ygan. Ammo Xitoy ishlab chiqargan vaksinani emlashni xohlamaydigan davlatlar 100 dan oshgan. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Turkiya bilan Ozarbayjon o'rtasida imzolangan kimlik bilan sayohat qilish kelishimining ishga tasdiqlash musofasining oxirlashganligini va kelishimning 1 apreldan boshlab ijro qilinadiganligini e'lon qilgan. Ministerlikning bu vaqtdagi yozma bayonotida 2020 yil 10 dekabr Bakuda imzolangan Turkiya hukumati va Ozarbayjon hukumati o'rtasida kimlik bilan sayohat qilish kelishimining ishga tasdiqlash musofasining har ikki davlatda xulosalanganligini, ikki davlat fuqarolarining Ozarbayjon Turkiya o'rtasidagi sayohatlarini pasportsiz faqat kimliklari bilan qila oladiganligini eskartib, Ozarbayjon bilan 2021 yil 1 apreldan boshlab amalga oshirilgan yangi belgilamaning ikki davlat bir millat degan so'zda ifoda qilingan kuchli qarindoshlik rishtalarni texmo mustahkamlaydiganligini bildirgan. Danlıq ma'rifshunos Detervix mundaq degan: 9 soat ko'rish orqali erishgan narsadan 1 soat rasm sizish orqali ko'p narsaga erishgili bo'ladi. Rasm sizish orqali bolalarning o'ng so'l miyasi birlikda harakatlanib, ko'rish bulungi bilan dunyoni o'zliksiz ko'zitadi. Shuning bilan turmush tajribalarini rasmga singdirdi. Bolalar mo'l til bilan ichki dunyosini ifodalayamaganda, rasm sizish shakli orqali o'zining kayfiyati bilan inchki dunyosini ifodalayoladi. Bolalarning rasm sizish qobiliyatini taraqqiy qildirish orbitasini ularning psixikasi, fiziologik taraqqiyot ritmi belgilaydi. 8 oydan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar qog'ozga chekit chekadi.
1 yoshdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalar xohlagancha qog'i puti sizish bosqichida bo'ladi. Bu chaqda bolalarda rasm sizish uqumi shakllanmaydi. O'zining eng dastlabki sezgi a'zosiga tayanibla qalaymiqan sizidi. 2 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar qog'i puti sizishni kontrol qilish bosqichida bo'ladi. Siziqning uzunligi va qog'ozning chetini ong bilan kontrol qiladi. 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolalarda rasm sizish eng bexlanadi. O'zi sizgan rasmga ism qo'ydi. Bir tarafdan rasm sizidi, bir tarafdan sizmoqchi bo'lgan rasm mazmunini tasvirlaydi. 4 yoshdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar inchik halqalarga diqqat qilishga boshlaydi. O'zining qiziqqan qismlarni sizishni yo'nalish qiladi. 6 yoshdan boshlab o'zining turmush, tabiat, atrofida yuz bergan ishlarga bo'lgan haqiqiy chin hissiyotini ifodalaydi. Inchik halqalari ifodalash usuli jihatda texmi mo'llashidi. Ota-onalar odatda bolani rasm sizishga to'g'ri yetaklash kerak. Birinchi, sharoit yaratib berish. Bolaning yosh alohidaligi asosan ularga sizmichilik taxtasi yoki cho'ng rasm sizish qog'oz bilan bo'yoq, moy bo'yoq qatorliq qurollarni tayyorlab berish. Bolaning rasm sizgandagi qiyofati bilan qarindosh tutgandagi qiyofatiga bak kirishib olmaslik. Uning rasm sizishning ozoda, zo'qlanadigan, qiziqarli ish ekanligini his qildirish kerak. Ikkinchi, qiziqishni qo'g'dash. Hamma bolalarda rasm sizish qiziqishi bo'ladi. Rasm sizish eg'iz tilining boshlamchisi. Go'zal tuyg'ularni ifodalaydigan qurol. Ota-onalar ularning rasm sizish qiziqligi hamda ularning ifodalash usulini qo'g'dash kerak. Balalar rasm sizganda gap qistirmaslik, aralashmaslik, taxliq qilmaslik, gumonlanmaslik kerak. Ulgi nusxasini elib balalarga do'rab sizdirmaslik. Bunda qilganda balaning tasavvurini cheklab, rasm sizish qizg'inligini tuvaltib etadi. 3. Ko'ngil qo'yib anglash. Yaponiyaning balalar ma'rif mutaxassisi Nyaoju Xiaomining balalarni tarbiyalash rasm sizishdan boshlash kerak degan kitobida rasm sizish, qog'i butini erkin sizish balalarning hissiyot ifodasidir deyilgan. Shunga ota-onalar rasmni yaxshi sizish sizmaslik, o'qish tip sizish sizmaslikdan iborat hukm qilish o'lchim bilan balalarning rasmini baholamaslik. Rasmda ifodalamoqchi bo'lgan narsani yaxshi anglash, bola ifodalamoqchi bo'lgan mazmunni tushunish va ko'ngil bo'lish kerak. 4. Tajribasini mo'llashtirish. Balani tabiat bilan ko'proq uchrashtirib, bevosita o'gitish, bevosita tajribaga erishtirish. Ota-onalar doim balani tog' o'rmon, shaqratma qatorliq tabiiy muhit va do'kon, ko'rgazma saroyi va ko'chalarga birga olib chiqish. Balalar bilan ko'proq turmush to'g'risida paranglish kerak. Masalan, yaqinda yaslixonada qiziqarli ishlar bo'ldimi degandek savollarni so'rash bu rasm sizishda xam material bo'lib qolmay, yana balaning yaqingi ahvoli hamda ishki hissiyotini tushunadigan yaxshi usul hisoblanadi. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.